Diqqat, tezkor xabar. 16, 17, 18 iyun kunlari qanday ob-havo kuzatilishi mumkin? Assalomu alaykum aziz tomoshabin. O'z hududingizda qanday ob-havo bo'lishini bilishni istasangiz va ulardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun video ostida erinmasdan bor yo'g'i bir donagina like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, kunduzi 39-44 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja, kunduzi 39-44 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Respublikamizning tog' va tog'oldi hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan. 16-iyunda ayrim joylarda yomg'ir yog'ishi va momaqaldiroq kuzatilinishi mumkin. 17-18 iyun kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 23-28 daraja issiq bo'ladi. Manba: O'zgidromet rasmiy sahifasi.